Biz mana to'y qilishda borib ham qazalardan o'rganishimiz kerak ekan. Qazalar to'y qilsa, har любой to'y qiladimi? Borib mana shunaqa kelin kuyovni oldida shu petochar deydimi, shunaqada xullas to'y kuni ham o'tkazar ekan, uni har xil bo'ladi. Mana shunaqa pul solar ekan. To'ldirib. Har bitta to'yga borgan odam umuman pulsiz bormaydi ekan. Bizga o'xshab borib quruq yeb ichib, kamiga oshi yaxshi bo'lmabdi, go'shi yaxshi bo'lmabdi demasdan, mana buni qilib normalniy bu bizda u to'yani отдельный, bu to'yan emas. To'yanani отдельный berishadi lishniy o'ziga. Bu to'yga borgan har bitta 300 ta odam etsa, 300 ta odam pulsiz bormas ekan. Xuddi mana shunaqa pul solib, обязательно atab u qizig'i yo'q. Har bitta любой to'yga borgan odam pul beradi, обязательно. To'y qilgan odamga ham ancha yordam bo'ladi. Bir rasxotini bir tomonini ko'tarib ketadi. Xullas, O'zbekistonda ham mana shunaqa anaqani yo'lga qo'yish kerak. Zo'r bo'ladi, bor-ku. Har bitta to'yga kelgan odam mana shunaqa pul tashab turadigan bo'lsa, to'y qilishga qiynalmaydi odamlar. Qo'rqmaydi to'y qilishdan. Tez-tez to'y qiladigan bo'lib qoladi. Uylanadiganlar ham 2-3 martadan uylanadigan bo'lib ketadi, onasini ham. Rahmat hammaga.